диффузный катаральный колит, выраженный эрозивный ректосигмоидит, полипоз прямой и сигмовидной кишки, полипларизм bor ekan. Множественные полипы на широком основании, размерлari ham bor. Kontaktно кровоточит, tegib ketsa qonaydi. Gemorroy ham bor ekan. Воспаление davrida. Ismi, familiyangiz? Büyük Yodgordek Fayzullayevich. Qayerdansiz? Jizzax viloyati Zafarobod tumani. Ota hovlimizda, men o'zim Toshkent turaman, Yunusobodda. Ha, shunday deb gapiring, o'zi turayotgan joyingiz. Toshkentdan Yunusoboddansiz, shunday deb gapirsam bo'ladimi? Toshkent Yunusobod masjidi. Ana endi shikoyatingizni eshitaman. Bir chekkadan asta-asta gapirib beravering. Mana hozir zo'rg'a yurib kelyapsiz. Qashsha tayoqda. Nimaga shunday? Avgust oyida, o'tgan yil avgust oyida insult bo'lib qolgan. Insult bo'lib qoldingiz. Gapirolmay qoldingizmi o'shanda? Gapirolmay qolmadim. Mana shu chap tomondagi harakat to'xtadi. To'xtadi, ha. Hozir qisman harakatga keldingiz, ha? Bo'ldi. Endi ichak to'g'risida gaplashsak. Bu ichagimga bir 6-7 yil bo'lib qoldi-da. Qandaydir bir yolg'on bir chaqiruv bo'ladi ekan-ku, o'sha bir Toshkentdagi uydan bu Jizzaxdagi uyimizga kelayotganimda birdan bir qo'zib tashqariga chiqishga bir nima keltirib qo'yaverdi. Mashinani Toshkentdan Jizzaxga kelgunimizcha bir 5-6 joy to'xtatib keldik. Yozildingiz. Yoki yozib oldingizmi? Yo'q. To'rt yozib olish yo'q. Chiqaman, kiraman, mashinaga o'tiraman, yana. Birinchi boshlanishi bu. Keyin shunday bo'ldiki, nima yesam, albatta chopadigan bo'ldim. Yegan sovqotdingizmi yo ancha sal vaqt o'tibmi? Endi mana misol uchun taomlarning farqi bilan misol uchun sho'rva, o'zimizning yaxshi tayyorlangan sho'rvalar bo'lsa, ichsam bemalol o'tiraman. Lekin ba'zi ovqatlarda yedim, shu qandaydir yo'g'onishga qandaydir yoqimsiz ovqatingizda chopaman. Qanaqa yoqimsiz ovqat bo'lishi mumkin unda? Oshmi, jar ko'pmi? Oshga emas. Nimada bo'ladi ko'pincha? Ko'pincha uyda qanaqa ovqat bo'ladi? Bo'ldi, tushunarli. Bo'ldi, sutlik narsaga shunday bo'lasiz. Bu yerda parhez bor. Parhez 6 oy davomida bo'ladi. Meva mumkin emas. Sut qatiq mahsulotlari umuman mumkin emas. Shira qo'shilgan, shakar qo'shilgan mahsulotlar mumkin emas. Faqat pishgan ovqat. Pishgan ovqat yesangiz, yaxshi ishtahang yaxshimi? Ishtaham yaxshi. Bo'ldi. Hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Xudo xolasa. Men bekorga sizni videoni olmadim. Hozirgi berayotgan hozir bir 10 kun davomida davolashning arasida bergan dorimdan siz tetiklasha boshlashingiz kerak. Rangingiz kirib, harakatingizda yengillik paydo bo'lib, ertaga yerga bu yoqqa kel desam, bunday qilib chopib kelsangiz, demak, ishim bitdi. Ana o'shandan keyin men sizni o'tkazdirib, mana bu yerga savol-javob qila boshlayman. Savol-javobingiz sizga ishim qoniqarli bo'lsa, biroq sizni minnatdorchilingizni eshitib qolayman shu. Mana shular bo'ladi. Tushunarli? Tushunarli. Salomat bo'ling. Hozir mana bularni yozamiz. Turdiyev Yodgorbek Fayzullayevich. Xo'sh. 28 aprel 2026 yil keldingiz. Заключение: диффузный катаральный колит, выраженный эрозивный ректосигмоидит, полипоз прямой и сигмовидной кишки, множественные полипы на широком основании, контактно кровоточат, qon keladi, и внутренний геморрой с признаками воспаления deb yozib qo'yibdi. Так, bu yerda хняк по типу проктосигмоидита в стадии обострения deb yozilgan. Vahima qilganini qarang. Yo'g'on ichagimdagi yara 3 martadan 6 martagacha hojatga chiqaman bir kunda. Nima o'zgardi? Mana 10 kun ichida. Hojatga 1 marta chiqaman. Tak. Keyin yana shunisi borki,
sal iç qotish bor shekilli 2-3 kunda bir kelib qoladi. Ha, majlis va yig'ilishlarda juda noqulay o'zimni his qilaman. Endi buni bilmayman-ku, majlis yo'q-ku bu yerda. Sutli ovqat va meva iste'mol qilganimda bezovta bo'lish boshlanadi. Ichim dam bo'lib, hojatga borganimda havo bilan qon aralash suyuqlik keladi. Nima o'zgardi? Bu narsalar hozir yo'q. 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 Qorningizdagi og'riqlar, Yo'q, og'riq yo'q. yurish turishingizda, harakatingizda, Harakatimda mana shu qo'limda oldin uyish juda kuchli edi. Hozir keling, shu ancha yengillashdi. nima mijozlarimizga bir narsani tushuntiraylik. Qancha bo'ldi insult bo'lganingizga? 24-iyunda bo'lganman. O'tgan yil. O'tgan yil 24-iyunda. Shu yerga kelganingizgacha, masalan, insultdan keyingi holatda nimalar o'zgarib, qay holatda keldingiz? Men qandaydir kelgan vaqtim sal yurishlarimda og'irlik bor edi, oyoqlarim tashlashdi. Hozir ancha yengildi. Yurishingiz, Yurishim harakatingiz. ancha yengil. Keyin mana shu chap tomonlamada menda chap qo'limda uyish bo'lardi, mana shu kaftimda. Shu uyushish kamaydi. Nimaga shunday deb o'ylaysiz? Bu menimcha shu ichayotgan giyohlarim qandaydir tomirlarni qandaydir ochdimi, kengaytirdimi yoki qandaydir badanni qizdirib, qandaydir ijobiy ta'sirini sezdim. Qarang, men sizga bitta narsani misol qilib keltiraman. Sahrli diabet kasalligi bilan chalingan odamlarda qonni oyoq uchiga qon borib turib, qon chiqolmay qolgani hisobiga oyoqda uvish boshlanadi. Uyish bo'ladi, xuddi shunday. Tushundiradimi? To'g'ri. Sahrni tushirgan zahoti, masalan, insulin qabul qilganda tushirgan zahoti boya uvishlar yo'q bo'ladi. Hozirgi holatda sizniki ham xuddi shunday. Qon yurisha boshlaganda, qon yurisha boshladi. baraka, shuni aytmoqchi edim. Qon to'xtab qolgan joyda uyish bo'ladi. Dori qandaydir qizdirib o'zini boyagi shifo tomonini ko'rsatdi. Yurdida mana shu uyushishlarda ancha kamlik, mana uyushlarda yo'q. Mana shu joylarimda qo'limni hatto o'ng qo'lim bilan qisganda sezmasdi barmoqlarim. Uyushgan narsa sezmaydi-ku. Hozir mana bemalol sezib qandaydir yurish bor-da, yurish bor. Qotib qolish yo'q, yurish bor. 5-6 oy ichida normal holatga kelib qolasiz. O'zingizga qarab yursangiz, harakat qilsangiz, mana bu iloji boricha ispandir bilan harakat qiling. Qo'lni harakatga keltiravering, sekin-sekin. Uyish kamayganiga xursand bo'ldim. Uyish bor. Albatta. Nimani so'rayman? Mani mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Roziman. Xarajatingizdan rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Masjidga qatnab qolganingizdan xursand Siz bo'ldim. mehnatingizga rozi bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi roziman. bo'lsin hammangizga. Ha, Allohning roziman. panohida bo'ling. Siz bizga kerak odamsiz. Endi Bitta ko'p biz- odamlar sanatoriyga boraman, palon qilaman, piston qilaman deydi-yu. Agarda vaqtida kelib tursangiz, masalan, necha oyda to'g'ri kelsa, sharoitingiz ko'tarsa, kelib 3 oyda bo'ladimi, 5 oyda bo'ladimi, boyagi ishimni yana bir marta qilib bersam, mana bularingiz hammasi yana tezlasha boshlaydi. Hoji aka kelib mana dargohingizni oldida bir muborak qutlug' joy, masjidimiz bor-da. Albatta. Masjid tortib, masjidga harakat qilib boshladi. Ha, ko'ryapman. Oldin menda ancha lanchlik paydo bo'lib qoldi. Lanchlik. Mana qanchalik shijoat ochildi. Xudoga shukr. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Amin. Allohning panohida bo'ling. Amin. Ilohim. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, Allohim o'zi ijobat etsin. Hamma qatori dargohingizga kelib ketgan har bir banda baraka topsin, sog'aysin, yaxshiliklarda har doim xursandchiliklarda siz bilan diydorlashish nasib qilsin. Amin. Rahmat. Rahmat sizga.